o'tdi, yillar o'tdi, negr qizdan tashlab ketdi. Bo'ydoqchilik jondan o'tdi, yolg'izlikda qiynalaman. Aylanaman, o'ylanaman, yor topolmay qiynalaman. Har kuni istahat keladi, qay biriga uylanaman. Bu tugamasdan uzoqlardan vakil keldi qozoqlardan. Qozoq jamon deysinmi, negr qizni jiysinmi, qap-qara qilib suysinmi, qozoq qizga uylansang-chi. Ko'zi so'ziq, jo'zi cho'ziq, boshda qalpoq, bag'ri appoq, jumaloq kalla jalpoq oyoq qozoq qizga uylansang-chi. Ovqat qaqmas, senga jag'ar, qaqsa faqat burnin qag'ar, osh bo'lmaysin, o'zi bag'ar, qozoq qizga uylansang-chi. Tugamasdan bu so'zlar ham telefon qilar o'rislar ham. Voy Mahmudjon, moy bratка, есть девушка, малолетка, мини-юбка, без кокетка, ну что, парень, хочешь ее? Симпатичный и серьезный, лицо у нее как мороженое, короче, гад нет балдожный, ну что, парень, хочешь ее? Утром чай, вечером чай, над самовар, качай, не надоело, Mahmud boy, ну что, парень, хочешь ее? O'tgandim bu xatarlardan vakil keldi tatarlardan. Atam ashiq, inam ashiq. Shoir senga menam ashiq, o'ynaysinmi ashiq-mashiq, tatarina, kitarina. Negr qizi qap-qaradir, kuylagi net masxaradir, peshana